Uzun PHP dersiga 15-ci qism PHP числа və vaqt. Dərslikning asas məzmuni date funksiyasi orqali PHP'da vaqt və числаны formatlağı bo'ldi. Məsələn, mana qaraydigan bolsaq, date ananki mayada y deganimiz yil, m deganimiz mouse deganning qisqartılması, ay, ma d deganimiz day'ning qisqartılması. Biz bu yil, ay, kunni mushkul holatda date funksiyasining ichiga elib, yantu suzib qo'yamdiq yo chekit qo'yamdiq, suzib qo'yamdiq. Uch xil holatda yozib ifodalashga bo'ldi. Buning kodini ko'rgan bo'lsak, masalan, bugun 5-oyning 1 2014-yili 5-oyning 1dagi chislani ko'rsatadi. Anaki vaqt shartlik belgisi, ya'ni time step vaqt shartlik belgisi 1970-yil 1-oyning 1-kuni shu 0 dan 0 minut 0 sekund 0 soat vaqtdan hozirgacha bo'lgan sekund sonini ifodalaydi. Biz shu sekund soni orqali shu vaqt shartlik belgisi bilan shu vaqtni belgilaymiz. U yana Unix vaqt shartlik belgisi deb ataladi, chunki buni dastlabda shu Unix orqali belgilab ishlatgan. Chislani formatlash. Date funksiyasining birinchi sonliq uchur vaqt va chisla formatini belgilashga ishlatiladi. Tuvanki harflar orqali chislani ifodalaymiz. Masalan, d bir oycha kun soni qiymatini bu 0 dan 01 dan 31 gacha oladi qiymati. M navbatdagi oy soni qiymati 01 dan 12 gacha. Ammo diqqat qilishingiz 1 dan emas, 1.31 dan emas, balki 01 cho'qim oldiga 0 kelgan bo'lishi kerak. Undan keyin y navbatdagi yil soni odatda qiymati 4 xonalik son bo'ldi. Bu harflarning orasiga yantu siziq, tusiziq qatorliq belgilan qo'shish orqali har xil formatdagi vaqtlarni ko'rsatyapmiz. Bu date funksiyasiniki grammatikasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda format, cho'qim vaqt formatini belgilashga ishlatamiz. Undan keyin bu timestamp, ya'ni biz mayada degan vaqt shartlik belgisi bu keyingi keldi. Buni biz tanlab ishlatishga bo'ldi. Ya'ni navbatdagi chislar va vaqtni ko'rsatadi. Undan keyin vaqt shartlik belgisi qo'shish, date funksiyasining ikkinchi sonliq uchuri vaqt shartlik belgisi qo'shish ishlatiladi, ya'ni keyindagi ikkinchi sonliq uchuri. U orqali biz xohlagan vaqtni ko'rsatamiz. Agar vaqt shartlik belgisi qo'shilmasa, date funksiyasi izchil holda sistemaning navbatdagi vaqtini ishlatadi. Demak, vaqt shartlik belgisi orqali biz atik vaqt yoki bir hafta burungi vaqt yoki o'zimiz xohlagan belgilangan vaqtni ko'rsatamiz. Uningki bu vaqt shartlik belgisiningki funksiyasi mqtime, uning ifodalanishi masalan soat, minut, sekund, oy, kun, yil, anoniki oxirdagi IS, DST qiymati degandek mush qiymatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, amaliy misol uchun qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi vaqt bizga bu kun soniga bir kunni qo'shib biz ko'rsatib, ya'ni bugungi kunga bir kunni qo'shsak, demak atik vaqt chiqadi degan gap. Bu yerda bu atik vaqtni ko'rsatsak, bugun 5-oyning 1 bo'lgan bo'lsa, bu tomorrow degan PHP hujjatda qaraydigan bo'lsak, atik vaqt atda 2014 5-oyning 2 degan qiymatni ko'rsatadi.